Yangi samolyotni kutib olish mashinalar yoki poyezdlarni kutib olish marosimiga o'xshamaydi. Aeroportga birinchi marotaba kelgan samolyot suvli arka yoki suvli darvozalardan o'tadi. Bu butun dunyo aviakompaniyalari orasida keng tarqalgan an'ana hisoblanadi. 5-may kuni Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida ham ikkita o't o'chiruvchi mashinalardan purkalayotgan suvdan hosil bo'lgan suvli arkadan yangi Boeing 787-8 Dreamliner samolyoti kirib keldi. Samolyot o'z joyini egallagandan so'ng Seattledan Toshkentgacha 12 soat davomida uni boshqarib kelgan qahramonlar, gullar va qarsaklar bilan kutib olindi. Biz mana shu samolyotni Seattledan boshqarib kelgan uchuvchi Ruslan Almamedov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Parvozlar qanday o'tdi? Parvozlar zo'r o'tdi. 12 soat 20 minut davomida Washingtondan Seattle shahridan Everett aeroportidan Toshkent Islom Karimov aeroportiga yetib kelib qo'ndik. Xudoga shukr, parvozlar zo'r o'tdi. Taassurotlar qanday? Taassurot zo'r, kema yangi. Siz boshqargan samolyotlardan bu samolyotning farqi nimada? Bu samolyot kompozit materiallardan tuzilgani sababli juda ham tejamkor hisoblanadi. Bu hozirgi paytda juda ham birinchi o'rinda turadi tejamkorligi. Ichki va tashqi faktorlardan juda ham ko'p himoyalari bor bu samolyotda. Yangi havo kemasining salonidagi muhit juda qulay. Shiftlari baland, o'rindiqlar orasida bemalol harakat qilish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga yangicha yoritish va shovqin o'tkazmaydigan tizimlar bilan jihozlangan. Mazkur samolyot 270 o'rinli bo'lib, mana bu yerda aynan biznes klass uchun o'rindiqlar bor. Bu yerda yo'lovchilar bemalol o'z manzillariga yetib olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan va ular qulay hamda shinam mana shunday o'rindiqlarda o'z manzillariga yetib borishadi. Har bir yo'lovchi uchun ko'ngilochar dasturga ega alohida monitorlar va havoni namlantiruvchi maxsus uskunalar ham o'rnatilgan. Mazkur samolyotni kutib olish marosimida Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi vakillari ham ishtirok etdi. Ular UzReportga bergan intervyusida nafaqat Boeing 787, balki Qoraqalpog'iston uchun yuborilgan insonparvarlik yordamiga ham to'xtalib o'tildi. Toshkentda Amerika muhandislik taraqqiyotining timsoli va havo yo'llarining ajoyib ranglarini ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Bu reys nafaqat ushbu samolyot Toshkentga ilk marotaba uchib kelganligi, balki uning bortida Amerikaning Project Cure nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan beg'araz yordam sifatida qiymati 3 million AQSh dollariga teng tibbiyot anjomlari borligi uchun maxsusdir. Boeing kompaniyasi tomonidan ham 100 ming AQSh dollari miqdorida beg'araz yordam ko'rsatildi. Tibbiyot anjomlari Covidga qarshi kurashish uchun Qoraqalpog'iston ahli uchun mo'ljallangan. Ushbu jarayon amalga oshishiga oylar davomida o'zining hissasini qo'shgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbekiston elchisi Javlon Vahobov transport va sog'liqni saqlash vazirlariga minnatdorchiligimni bildiraman. Amerikaning Project Cure tashkiloti tomonidan yuborilgan insonparvarlik yordami yuklarini qabul qilib olish uchun esa Qoraqalpog'iston sog'liqni saqlash vaziri ham mazkur tadbirda ishtirok etdi. Bu Boeing bilan Project Cure bilan qo'shma proyektining uchinchisi bu soni. Ikkitasi 16-yil bo'lgan edi. Hozir bu uchinchisi. Bu yukda hozir faqat kravatlar, katalka, matras hamda boshqa kerakli meditsinalar uskunalar bor. Keyingi proyektlarimizda Project Cure bilan meditsina uskunalar kelishi kerak. Bu IVL apparatlar, UZI apparatlar, tomograf, rentgen uskunalar ham bo'ladi ichida. Bu endi aviaperevozga bo'lmaydigan narsalarda hammasi temir yo'l va okean orqali karabida yetib keladi. Mana shu insonparvarlik yordami orqali yuborilgan yuklar qaysi maqsadlar uchun ishlatiladi? Bu insonparvarlikka ketayotgan yuklar faqat aholining sog'liqni saqlashni sifatini oshirish bo'yicha maqsadda qo'llanadi. Eslatib o'tamiz, Uzbekistan Airways 2016-yilda Dreamlinerlarning tijorat ekspluatatsiyasini boshlab, Boeing 787 ning Markaziy Osiyodagi birinchi buyurtmachisiga aylangan edi.